keyingi patsientim bilan shu muammo bo'ldi. Ya'ni bulardan keyingi patsient yozildi, men ularga o'xot tanlab berildi, uzoqdan edi. Keyin ular bilan ko'rishganimizda aytdimki, o'sha gormonlarga topshirdi, gormonlar yaxshi chiqmadi, endokrinologga yubordim. Ular endokrinolog bilan ishlashni boshladi. Bir oyda mana shu 16 yoshda chiqqan dog' bir oyda 50% ga ochardi. 5-6 marta ko'jinniga borgan, dermatologga borgan, faqat tashqi tomondan davolangan va ular aytganki, oshqozondan bo'lishi mumkin degan, zond ham yutganman, hammasi joyida chiqqan dedi. Va keyin uchrashganda bildimki, farzandli bo'lgan, 2 marta farzandli bo'lgan, lekin farzandlari olamdan o'tgan. Doktorga kelgan, endi viloyatdan edi, Toshkentga keladi va doktor davolashni boshlaydi, 700 grammgacha semiradi bola. Yaxshi tomonga o'zgarishni boshlaydi. Lekin afsuski yordam berisha olmaydi. Yana o'sha metabolizm ovqatni hazm qila olmasdan qaytib chiqarganligi sababli olamdan o'tadi. Analizini ko'rdim-u, analizda kortizol bilan bog'liq muammosi bor edi. Men aytdim, kortizol bilan bog'liq muammo bo'lsa, bu tomonda dog' chiqadi. Keyin men shunchaki qiziq izlanib ko'rdim. Maternity kortizol bo'limida yozilgan ekanki, men o'qiganimda, agar o'sha kortizol gormoni plasenta orqali homilaga o'tar ekan va keyinchalik o'sha metabolizmga ta'sir qilishi mumkin ekan. Tadqiqotlar o'sha o'tkazilgan ekan, homilador ayollarda o'sha kortizol gormoni yuqoriligi homilaning metabolizmiga ta'sir qilib, tug'ilgandan keyin ham oziqlanishiga, o'sishida katta ta'sirini o'zi o'tkazar ekan. Nahotki shunchalik kortizol gormoni faqat onaga emas, tug'iladigan farzandlarga ham bog'liq bo'lsa. Buni albatta ko'rish kerak. Nahotki o'sha aytmoqchi bo'lganim 16 yoshda bu muammo kelib chiqqan. Ya'ni bo'lishi mumkin. Конечно, bu yoshlikda ham kelib chiqishi mumkin. Soch kortizol bilan muammolar yoshlikdan ham, onadan o'tishi mumkin. Hatto har bir organni o'zini ishlab chiqaradigan gormoni bo'ladi. Ya'ni gormonlar juda ham kam miqdorda juda katta ishlarni qilib yuborishi mumkin. Qarang, kortizol baland bo'lishiga ham, past bo'lishiga ham nimadir sabab bo'lgan. O'sha sababni topa bilishimiz kerak. Agar organik o'zgarishlar bo'lmasa va o'sha sabab mingta narsa bo'lishi mumkin.